shu Pixpol saytida pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Video juda ham qiziq bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, saytda pul ushlashimizdan oldin birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerdan menu bo'limini ustiga bosib qoldirasizlar. Xo'p, bu yerdan Sign Up degan tugmani ustiga bosasizlar. Xo'p, mana bu yerga o'rtoqlar email, mana bu yerga full name ya'ni nickname kiritasizlar. Mana bu yerga parol kiritasizlar. Va mana bu yerdagi register degan tugmani ustiga bosib qoldirishingiz kerak bo'ladi. Men allaqachon ro'yxatdan o'tib olganman. O'zimning akkauntimga kirib olaman. Men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Xo'p, o'rtoqlar, sayt ko'rinishi xuddi shu ko'rinishga ega. Saytda o'rtoqlar biz qanday qilib pul ushlab boramiz? Videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar, xoslar bilan to'liq ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Xo'p, o'rtoqlar. Birinchi bo'limi dashboard bo'limi, ya'ni biz hozir mana shu dashboard bo'limida turibmiz. Mana bu menu bo'limini ustiga bossanglar, bu yerda dashboard, match service, bu yerda partners, bu yerda referralka, bu yerda content bo'limlari mavjud o'rtoqlar. Biz hozir dashboard bo'limida turibmiz. Biz o'zi основной mana bu dashboard bilan mana shu match service bo'limlari orqali pul ishlaymiz. Bundan oldingi videomizni ko'rsanglar, qanday qilib pul ushlashni to'liq tushuntirib berganman. Bemalol o'sha videoni ko'rsanglar, to'liq tushunib olasizlar o'rtoqlar. Mana bu yerda mana bu $12 o'xshagan zadanalar turadi. Ularning narxi 0.90 sent, $1, $1.5, $2.5, uzog'i $2.5-3 gacha bo'lishi mumkin zadanalar. Har kuni zadana yangilanadi o'rtoqlar. Masalan, har kuni $4, $5 zadanalar chiqishi mumkin. Bir xil paytda undan ham ko'p chiqishi mumkin o'rtoqlar. Bundan oldingi videomizni tezda o'tib ko'rsanglar, qanday qilib bajarishni men to'liq o'rgatib o'tganman. Xo'p o'rtoqlar. Dashboard bo'limida ham o'sha zadanalar keladi. Bu yerda match service bo'limi mavjud. Bu bo'limga ham zadanalar keladi. O'sha zadanalarni bajarib pul ushlab borsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar keyingi bo'lim Partners Deals bo'limi mavjud. Ya'ni bu bo'lim orqali hamma o'rtoqlar sizlar pul ushlab borishlaring mumkin. Ya'ni nima deydi? Mana bu zadanalarni bajarib o'rtoqlar. To'g'risi men bu zadanalarga uncha tushunmaganman. Men asnoviy mana shu dashboard bo'limi orqali, mana match service bo'limi orqali zadana bajarib pul ushlab kelyapman o'rtoqlar. Bu bo'limga uncha tushunmaganman. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar referral earn degan tugma bor. Ya'ni o'rtoqlar bu nima deydi, saytda referral umuman o'rtoqlar ahamiyatga ega emas ekan o'rtoqlar. Ya'ni bizga mana bu yig'ib bergan pullarni nima deydi, chiqarib ololmaymiz ekan. Ya'ni biz o'zimiz rushnoy ishlab keyin chiqarib olsaylik bo'lar ekan. Hozir mana asosiy balansim o'rtoqlar mana $180 bo'lib turibdi, lekin bu asosiy balans emas o'rtoqlar. Asosiy balansi mana bu $60 o'rtoqlar. Mana asosiy balansim $60 hozircha. Mana shu asosiy balansim qachon $100 bo'lgandan so'ng men pulimni yechib olishim mumkin. Shunaqa o'rtoqlar. Lekin referral chaqirsanglar, sizlarga har bitta referral uchun $1 bonus berishni aytmoqda. U prosta bonus o'rtoqlar. Uni 100% yechib bo'lmaydi o'rtoqlar. Bizlar realniy boyagi zadanalarni bajarib pul yig'ishimiz kerak. Xo'p, xuddi shunaqa qilib referral chaqirib ham qisman pul ushlab borsanglar bo'ladi. Tabi o'rtoqlar, bu yerda yana bir pul ushlash yo'li bor. Bu yerda content degan tugmani ustiga bossanglar. Xo'p, bu yerda pastroqqa tushasizlar. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar qaranglar. TikTokga mana shu saytni qisqa video qilib yuklasangiz, sizga maksimalniy $30 gacha pul berar ekan o'rtoqlar. Bu yerda Instagramga ham video qiladigan bo'lsak, bu yerda ham maksimalniy $30 gacha pul berishni aytmoqda. Agarda biz YouTube'ga video qo'yadigan bo'lsak, maksimalniy $100 gacha bonus berishini aytmoqda o'rtoqlar. Buni ustiga bossanglar mana bu yerga YouTube'ga joylagan videolaringizni manzilini kiritasizlar va mana bu yerga nomini kiritasizlar. Send degan tugmani ustiga bossanglar bo'ldi. Xuddi shunaqa qilib bonuslarni olsanglar bo'lar ekan o'rtoqlar. Xo'p, bu yerda tilni o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerdan dashboard bo'limiga qaytamiz. Endi sizlar bilan glavniy narsasi qanday qilib saytdan pul olsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Bu yerda odamchani ustiga bossanglar, bu yerda my offers, my account, cash out bo'limlari mavjud. Cash out bilasizlar, pul chiqarish ustiga bosasizlar. Xo'p, biz o'rtoqlar GCash, bu yerda USDT, mana bu bank transfer RIBga chiqarsanglar bo'ladi.
o'rtoqlar sayt o'zi ishlayaptimi degan savol tug'iladi. 2 kun yoki 3 kun oldin mana shu Google Play'ga pul chiqarish yo'q edi o'rtoqlar. Endi mana shu bo'limni ham qo'shib qo'yibdi. Bu nimadan darak beradi? Ya'ni saytda yangilanishlar bo'lib turibdi o'rtoqlar. Ya'ni saytlar ishlab turibdi o'rtoqlar. Bu yerda oxirgisi PayPal'ga biza pul chiqarib olsaylik bo'lar ekan. 24 soatdan 48 soatgacha pulimizni to'lab berar ekan. Endi biza o'rtoqlar aslida USDT ga chiqaramiz, ya'ni TRS20 ga, ya'ni Binance'imizga, Payer hamyonimizga chiqarib olsaylik bo'ladi o'rtoqlar. Videolarimni kutinglar o'rtoqlar, kanalga hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanaliga o'tmaganlar bo'lsa, hoziroq Telegram kanaliga o'tinglar. Telegram kanalida konkurs bo'lmoqda o'rtoqlar. Xo'p, saytni o'rtoqlar to'liq tushuntirib berdim degan umiddaman. Hoziroq videoga like bosib qo'yinglar o'rtoqlar.